Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күнділік xəvərlər pirugrammisiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 3-oyning 1-kuni dushanba. Hammanglarning mushu vaqtda xayrlik bo'lsin. Tuvanda күнділік xəvərlər programmamizning tafsilotini huzuringizga sunmoqchimiz. Diqqat bilan anglag'aysizlar. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimning Twitter hisobi Xitoy hakkerlarining hujumiga va ishg'ol qilinishiga uchrab qisqa muddat taqilib qilishi kuchlik inkas qo'zg'adi. Dolqun Aysa apandimning stansimizga bildirishçi 27 fevral kuni uning Twitter hisobi hakkerlarning hujumiga uchrab taqilib qolgan. Garchi jiddiy izlanishlar orqali uning Twitter hisobi 24 soatdan keyin qayta ochilgan bo'lsa-mu, ammo Dolqun Aysa apandimning 2011-yildan buyangi butun yozmalari va hambaharlagan arxivlari butunlay o'chirib tashlangan. Buning o'zi uchun nihoyatda zo'r bir yo'qotish bo'lganligini bildirgan Dolqun Aysa apandim, Qurultayning va Qurultiyi rahbarlarining to'g'ri hisoblarining uzun yillardan buyon Xitoy hakkerlarining va to'g'ri cho'moqchilarining hujumiga uchrab kelganligini ta'kidladi. Bundan burunmi Qurultayning to'g'ri sahifasi va Facebook sahifasi ko'p qitim yuqorida hujumlarga uchragan bo'lib, texi bir qancha oy burunli Qurultiyi to'g'ri televiziyasining YouTube sahifasi hakkerlarning ishg'oliga uchrab taqilib qolgan. Sahifadagi 600 dan ortiq video pируграммиси va butunlay abonalari o'chirib etilgan bo'lib, garchi Qurultiyi markaziy organi bu vaqtda YouTube shirkatiga arznoma sungan bo'lsa-mu, ammo hozirga qadar asliga kelgani yo'q va stansimiz sizlar ko'rayotgan bu yangi sahifa va yangi abonalar orqali anglitishni davomlashtirib kelmoqda. Angliya, Germaniya, Turkiya, Amerika, Fransiya qatorliq davlatlarning tashqi ishlar ministrlari janvada o'tkazilayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 46-navbatlik yig'inida qilgan so'zlarida maxsus Uyg'urlar masalasi haqida to'xtalib, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini qattiq ayiblash bilan birga, Xitoy hukumatidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining Sharq Turkistonda erkin tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yishini talab qilgan edi. Birlashma agentlikning xabarida bildirishicha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet 26 fevral qilgan so'zida Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyati ustidan mustaqil va atrofli baholash ilib berish lozimligini qayta ta'kidlagan. Bacheletning bildirishicha uning ishxonasi Bacheletning Sharq Turkistonni ziyorat qilishi uchun o'rtaq bir o'lcham tepish haqida Xitoy bilan so'zlashmoqda ishgan. Garchi Michel Bachelet vazifaga o'ltirgan 2018-yildan burun Xitoy bilan kishilik huquq oliy komissarining Sharq Turkistonni ziyorat qilishga o'rinlashtirishni so'zlashib kelgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy oldingi shart qo'yib turib olg'ashqa, uning rayonda ziyoratda bo'lishi hozirga qadar amalga oshmagan edi. Michel Bachelet Sharq Turkistonda mustaqil va atrofli tekshirish ilib berish talabini Amerika, Kanada va Gollandiya Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishining orqadilla o'ttirib qo'ygan. Birlashma agentlikning xabar qilishicha Bacheletning bayonotchisi Ravina Xitoy bilan Bacheletning ziyoratiga yo'l ochadigan tayyorlik tusidagi texnikalik ziyorat to'g'risida davomli so'zlashayotganligini, biroq bu xil tayyorlik ziyoratining haqiqiy tekshirish ilib berishga kapolatlik qilishi kerakligini bildirgan. Birlashma agentlikning xabarida bildirishicha Michel Bachelet 26 fevral kuni ommaga ochiq oshkora bo'layotgan uchurlar Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida mustaqil va atrofli baholash ilib berish lozimligini ko'rsatmoqda degan. Bachelet o'zining ishxonasining Sharq Turkistondagi xohlagancha tutqun qilish, kamsitish xarakterlik muomala va lagerlardagi jinsiy bosqinchilik va boshqa kishilik huquq masalalariga oid dokladlarga qarab chiqayotganligini bildirgan. Amerika hukumati Xitoyga qaytarib berilish ehtimolligi mavjud davlatlardagi Uyg'urlarni Amerikaning bu yil qabul qilinadigan musofirlar tizimligiga kirgizgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining oshkorlashicha prezidentning Amerika Davlat Majlisiga yo'llagan 2021-yillik xomchut yilidagi musofir qabul qilish planiga aloqador dokladida bu yil jiddiy o'rinlashtirishga tegishli xavf ostidagi musofirlarning ichiga Uyg'urlarmi kirgizilgan. Mazkur plan yaqinda Amerika Davlat Majlisining Avom va Kengash palatalarining aloqador komitetlariga yo'llangan. Hukumatning Davlat Majlisiga yo'llagan mazkur planida Xitoyning zulmiy va qiyin qistoqlardan qochgan Uyg'ur va boshqa etnik, diniy osonliklar izchil ko'payib, Amerikaga o'rinlashtirish borgan-sari jiddiy masalaga aylandi deyilgan. Prezident Bayden bu oyning boshlarida Amerikaga musofir qabul qilishni ko'paytirish to'g'risidagi bir ma'muriy xomchut buyrug'iga imzo qo'yib, Amerikaga bu yil 65 ming musofir qabul qilishni, buning 2022-yili 125 mingga yetkazishni talab qilgan edi. Bu munosabat bilan oldingi kuni stansimizning Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga qatnashgan Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurishining direktori Umar Qanat apandim bu vaqtda ma'lumot berib mundaq dedi. Savolingizga javob berishdan burun yana bir yaxshi xabarni xalqimizga yetkazib qo'yishni xohlayman. Bu yerdan bu xabar yaxshi xabar nima desangiz, o'sha Bayden hukumati allaqachon
Uyg'urlarni o'sha 2021 moliy yili ichida Amerikaga akiladigan ko'chmanlar orasiga Uyg'urlarni bunga kirgizgan. Shu xabarni berib qo'y. Bu yaqinda bu xabar nima bildirildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligininki 12 fevral kuni Amerika Davlat Majlisiga ivetgan dokladida o'sha prezidentning hukumatininki Rohingyalar, o'sha Rohingya musulmonlari Uyg'urlarni o'sha Amerikaga 2021 moliy yili ichida Amerikaga akiladigan ko'chmanlar ishiga qo'shishni, shunga kirgizishni buyruq qilgan. Shuning bilan bu Uyg'urlarni 2021 moliy yili ichida Amerikaga akiladigan ko'chmanlar orasiga kirgizildi. Buni bilmaymiz hamda qanchalik Uyg'ur ilib kelindi, buning soni qancha ularni bilmaymiz. Yangi xabarlar bu haqda ko'p ma'lumot o'tirg'i chiqqan chaqda xalqimizga buni bildiramiz. Albatta Amerika hukumati o'zimi bu xususda ba'zi e'lonlarni nima qilishi mumkin, berishi mumkin. İkincisi yana şu Uyg'urlarga yana P2 vizasi berilishi masalasida P2 vizasi berilishi masalasida yana Amerika Davlat Majlisining bu qonun loyihasining sirtida yana Amerika hukumatidan talablar bor. Amerika hukumatiga qaratilgan sanatda masalan Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasida nihoyat kuchli bir talab bor. Bu Uyg'urlarga şu P2 vizasi berilishi kerak deb. Buningda bu yaqinda senator Marco Rubio va senator Merkley efendimlar bir xat yozmoqchi. Xat hozir tayyorlandi. Bu xat ivatiladi. Yangi tashqi ishlar ministri Tony Blinkenga nihoyat kuchli bir xat, kuchli senatorlar tarafidan ivatiladi. Bu xatda Uyg'urlarga jiddiy shaklda P2 vizasi berilib, Uyg'urlarniki Amerikaga elib kelinishi to'g'risida bu yerda talablar o'tirib qo'yilgan. Dunya Uyghur Qurultiyi raisliği 28 fevral günü Qırğızstan ve Qozog'istondagi Uyghur vakilleri bilan ayrim holda suhbat yig'ini o'tkazib, ularga qurultayning navbatda xalqaro siyosiy sahnalarda ilib berayotgan xizmatlari haqida ma'lumot berish bilan birga, ularning qurultoy va milliy harakatimiz haqida so'rgan turli savollarga astoydil javob berdi. Tor orqali o'tkazilgan bu ikki qitimliq suhbat yig'iniga qurultoy raisi Dolqun Aysa, muavin raislardan doktor Erkin Akram, Farhod Yo'ronqish, Qurultoy ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, Qurultayning islom allardagi xizmatlariga mas'ul rais vakili Turg'unjon Alovuddin, Qurultoy fondining raisi Abdujalil Amatla, Qirg'iziston tarafdan Qurultayning Qirg'izistondagi mas'ullari, Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining rahbarlari, oqsoqollar va yigit boshlari, xonim qizlar va yosh vakillari, Qozog'iston tarafdan bo'lsa Qurultayning Qozog'istonda turishliq rahbarlari, Qozog'istondagi har qaysi Uyg'ur tashkilotlarining asosliq mas'ullari, har qaysi Uyg'ur rayonlarining oqsoqollari va yigit boshlari, xonim qizlar va yoshlar vakillaridan bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashdi. Yig'inda oldi bilan Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultay rahbarlari Qirg'iziston va Qozog'istondagi qarindoshlarimizga 2017-yili 11-oyda chaqirilgan 6-navbatlik Dunya Uyg'ur qurultiyidan buyon qurultayning har qaysi soha bo'yicha ilib borgan xizmatlari, qurultayning tashkiliy qurilmasi, shundaqla bu jarayonda Qirg'iziston va Qozog'istondagi Uyg'ur qarindoshlarimizdan to'plangan iqtisodiy yordamlar va uning chiqim qilinish ahvoli haqida nihoyat tafsil doklad va hisob berib o'tdi. Orqadan bu ikki davlatdagi qarindoshlarimizning turli savollariga javob berdi. Bu ikki davlatning yig'iniga qatnashgan vakillar qilgan so'zlarda Amerika hukumatining va Kanada, Gollandiya parlamentlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida olgan qarorlardan cheksiz suyunganligini bayon qilish bilan birga, vatan ichi va sirtidagi butun xalqimizning xalqarodagi eng yuksak vakillik organi hisoblangan Dunya Uyg'ur qurultiyiga bo'lgan ishonchisini va uning qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarga qarata mamnuniyatlarini ifoda qilishdi. Qozog'iston va Qirg'izistondagi Uyg'ur qarindoshlarimizning hozirga qadar milliy mustaqillik harakatimizga ko'rsatib kelgan zo'r fidokorligi va g'ayratiga yuksak baho bergan va ularga butun xalqimiz nomidan minnatdorlik bildirgan Dolqun Aysa apandim, vatanimiz Sharqi Turkiston bilan yaqin qo'shni bo'lgan bu ikki davlatda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning bundan keyin milliy mustaqillik ko'rishimiz uchun intayin muhim tarixiy rol o'ynaydiganligini ta'kidlash bilan birga, Dunya Uyg'ur qurultiyining ilib borgan barliq xizmatlarida va iqtisodiy kirim chiqim jihatda xalqimizga ochiq va aniq hisob berishga har zaman tayyor ekanligini, xalqimizning nazoratini va taklif fikrlarini samimiyat bilan qabul qiladiganligini bayon qildi. Dunya Uyg'ur qurultiyi 26 fevral va 28 fevral kunlari orqa-orqadan tor muhokama yig'ini o'tkazib, mashhur diniy olimimiz va adibimiz lageri shahidi Muhammad Salih Damulla hojim bilan milliy ustozimiz va inqilobchimiz, Dunya Uyg'ur qurultiyining faxriy raisi,
Türkiyədəki Şərqi Türkistan vəqfinin rəisi general Muhammed Rıza Bekin əpəndimni xatirlədi. Həmimizə məlum boğunadək məşhur dini alimimiz və ədibimiz Muhammed Salih Damulla Hacim 2018 yılı 2. ayda Xitayning lagerdə şəhid bolğan və bu vaqtdakı xəbər chet əllərdəki Uyğurlarning qattiq qəzəbini qozğapla qalmasdan xalqarada nihoyatda kuchlik inkas paydo qilgan edi. Mərhum generalimiz Muhammed Rıza Bekin əpəndi bolsa kasallik səbəbindən davolash önüm bəməy 2010 yılı 2. ayının 16 günü Ankara şəhərdə 85 yaşında biz bilan məngülük vidalashqan edi. Yuqarıqı 2 qitimliq muhokama yig'inida bu mərhum ustozlarimizning şanlıq hayotlari nihoyatda yorqin holda yoritib berildi. Mazkur xotirlash yig'inlarining amaliy ahvolini Dunya Uyg'ur Qurultiyi tor televiziyasining YouTube sahifasidan to'liq ko'ra olasiz. Dunya Uyg'ur Qurultiyi 1944 yılı qurulgan Şərqi Türkistan Cumhuriyetining rahbari mərhum Ahmedcan Qosimning rafiqasi Mahinur Qosim xonimning 27 fevral vafot bo'lganligi munosabati bilan maxsus bayonot e'lon qilib ta'ziya bildirdi. Qurultayning ta'ziyanomasida aynan mundaq deyilgan: 2021 yılı 27 fevral Uyghur xalqining faxrlik farzandi. 1944 yılı G'oljida qurilgan Şərqi Türkistan Cumhuriyetining raisi. Mərhum liderimiz Ahmedcan Qosimning rafiqasi Mahinur Qosim xonimning vafot bo'lganligi xabari hammamizni qayg'uga soldi. Bu munosabat bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyi nomidan mərhuma Mahinur Qosim xonimning vafotiga cho'nqur ta'ziya bildiramiz. Mərhumaning oila tavobatlari va urug' tuqqanlarga Janobi Allohdan sabr tilaymiz. Mərhuma Mahinur Qosim xonim 1929 yılı 15 avgust Şərqi Türkistanning Qo'rg'os noyasida dunyoga kelgan. 1945 yılı ayni chog'da G'oljida qurilgan Şərqi Türkistan Cumhuriyetining muhim rahbarlaridan bo'lgan Ahmedcan Qosim apandi bilan turmush qurgan. Shundan boshlab 1949 yılı 27 avgust Ahmedcan apandi Bejingga uch safarda sirliq bir fojia bilan hayotidan ayrilg'icha bo'lgan qisqagina bir qancha yilda Ahmedcan Qosimning umr hamrohi va shaxsiy kotibi sifatida Şərqi Türkistan Cumhuriyetining xizmatlariga o'z hassini qo'shgan. 1949 yılı Ahmedcan Qosimdan vaqtsiz ayrilgandan keyin texi yeshi amdili 20 ga ulashgan bo'lishiga qaramay liderimiz Ahmedcan Qosimga bo'lgan cheksiz hurmat va sadoqatidan umr bo'yi qayta yotliq bo'lmay ikki farzandini o'zi beqib qatorga qo'shgan. Mərhuma Mahinur Qosim xonim 1944 yılı G'oljida qurilgan Hür Şərqi Türkistan Cumhuriyetimizning tirik shoidi va milliy liderimiz Ahmedcan Qosimning rafiqasi bo'lish sifatida Uyg'ur millati uchun qimmatli tarixiy shaxs edi. Afsuski hayotida Şərqi Türkistan Cumhuriyetining oxirgi taqdiri. Ahmedcan Qosimning sirliq o'limi haqida o'zining biladiganlari va o'ylaganlarini, texmi to'g'risini aytganda haqiqiy yurak so'zlarini oshkora etishga imkonsiz qoldi. Shundaq bo'lishiga qaramay 2011 yılı oktyabrda 2 tomliq Ahmedcanni Aslayman nomli aslimi kitobini yezib nashr qildirib, 20 asr Şərqi Türkistan milliy ozodlik ko'rishining eng yo'riq va eng shonliq sahifasi. G'oljida qurilgan 2. Şərqi Türkistan Cumhuriyetimizning yorqin kartinalarini qayta yoritib berdi va bu orqali yosh avlodlarni shonliq tariximizni unutmaslikqa va kurashchan ajdodlarning izini besishga rag'batlantirdi. Tarixda o'tgan milliy yo'lboshchilarimizni qadrlash va ularga tegishli hurmat ko'rsatish bugungi Şərqi Türkistan milliy ozodlik ko'rishimiz uchun. Jumladan milliy mustaqillik kurashlarimizning tarixiy izchilligini tonish, yosh avlodlarimizni ajdodlarimizning hurlik orzusi va milliy kurash ruhi bilan tarbiyalashda intayin zo'r ahamiyatga ega. Amerikaning Marco Rubio va Tom Cotton qatorliq nopuzluq kengash palata a'zolari Xitoy fuqarolariga berilgan 10 yillik viza imtiyoziga xotima berish hamda Xitoyning Uyg'ur, Tibet va boshqa millatlarga sistemalik zulm qilishni oxirlashtirish uchun viza bexatarlik qonuni deb ataladigan bir qonun loyihasini tunishtirdi. Mazkur qonun loyihasini birlikda tunishtiruvchilar orasida yana Rex Scott, Marsha Bilakburun va Ted Cruz qatorliq parlament a'zolari bor. Tom Cotton bu vaqtdagi bayonotida 2019 yildan boshlab Xitoy Kompartiyasi 10 yillik savdo va sayohat viza olish imkoniga erishdi. Bu Xitoy fuqarolarining Amerikaga xohlagancha kirib chiqishiga yo'l ochdi. Bu viza orqali Amerika Xitoy Kompartiyasining a'zolarini, uning josuslik organlari va uning bilan ochiq oshkora hamkorlashganlarni qarshi oldi. 2014 yildagi bu qaror noto'g'ri bo'ldi. Hamda bu xatolikni tuzadigan payt keldi. Qonun loyihasida yana Xitoyning Amerikaga qaratgan iqtisodiy va sanoat josuslik harakatini to'xtatish, uning Tayvanga bo'lgan ig'vogarchilik va majburlash harakatini oxirlashtirish, Hong Kongga qaratgan davlat bexatarlik qonunini amaldan qoldirish qatorliq moddalar yer olgan. Bu vaqtda to'xtalgan Rex Scott, biz kommunist Xitoyning dunyoga hukmronlik qilish uchun Amerikaning texnikasini va bilim-mulk huquqini o'g'irlashdan to'xtab qolmaydiganligini bilamiz. Kommunist Xitoyga e'tibor vizasi berishning hech qanday sababi yo'q dedi. Qonun loyihasida yana Xitoy fuqarolarining Amerikaga xizmat vizasi bilan kirishiga munosib cheklama qo'yish taklifi o'ttirg'a qo'yilgan.
Belgiya Uyghur jamiyati 27 fevral Brüsseldagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qirg'inchiligini aybladi va dunyo jamoatchiligini Xitoyning qilmishlarini to'xtatish uchun amaliy harakat qo'llanishga chaqirdi. Namoyishga ayoltuzliq ko'k bayroq ko'tarishgan 100 dan ortiq Uyg'ur va boshqa millat kishilari ishtirok qildi. Namoyishchilar irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin, Uyg'urlarga erkinlik, fashist Xitoy deganga o'xshash shuarlarni to'lashdi. Namoyishchilar yana Xitoy Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat. Hargiz qaytilanmasin degan qirg'inchilik shu an Sharq Turkistonda yuz beryotidi degan xatlar yozilgan plakatlarni egiz ko'tarib, o'tgan kashkanlarning diqqatini jalb qildi. Uningdan boshqa namoyish ilib berilgan o'rin atrofidagi rishotkaga Xitoy tutqun qilgan Uyg'ur ziyolilarining to'p va cho'ngaytilgan rasmlari ayrim-ayrim ezilgandan boshqa Uyg'ur qo'l amgikidan nab elayotgan dangli g'arb markalari tushirilgan bir plakatmo esilgan edi. Belgiya Uyghur jamiyatining raisi Abdullah Imarov apandi namoyishni qilgan so'zida Belgiya parlamentini Kanada va Gollandiya parlamentlaridan ulgi ilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb tonish haqida maxsus qaror qabul qilishni talab qildi. Yaqinda Belgiya parlamentining 2 nafar a'zosi tomonidan bu vaqtda parlamentga maxsus qaror loyihasi sunilgan edi. 25 fevral Gollandiya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilgan. Uningdan boshqa 22 fevral Kanada parlamentimi o'xshash qarordan birini qabul qilib, Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligini e'tirof qilgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күнділік xəvərlər pirugrammisi diqqətinizə sunduq. Keyingi qitimliq programmada görüşəylik. Görüşkiçə aman boğaysılar. Xeyri xoş.